Doktor, men ichishda zararli odatlarni tashlamasam bo'lmaydi. Hayotim barbod bo'lyapti. Yordam bering. Siz o'zingiz aniq ravshan javob berdingiz. Zararli odat, ya'ni odat so'zi, privichka so'zi, shunga agar e'tibor qilsangiz, buni tub negizini tushunsangiz, siz osongina qutulasiz. Odat qanday paydo bo'ladi? Miya eslab qoladi. Zararlimi, foydalimi, miya uni tushunmaydi. Siz qayta-qayta bajarsangiz, sekin-sekin zararli odatni foydali odatga o'zgartirasiz. Zararli odatni miya tezroq eslab qoladi. Chunki u lazzat, zavq, kayf beradi. Siz agar kichkina qadamlar bilan, sekinlik bilan o'sha zararli odatni ketgan vaqtni foydali odatga sekin o'zgartirsangiz, miya moslashadi, o'rtoqlar. Insonni o'zgartirsa bo'ladi. Siz o'zingizni ham yoki yaqinlaringizni ham koyimang, urushmang, yordam bering, o'zingizga motivatsiya bering. Agarda sizda tushunmovchilik bo'lsa, sog'liq bo'lsa, bemalol menga murojaat qiling, sizga yordam berishga harakat qilaman.